Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biza Open Pack FC Mobile'da qani bo'lmasam boshladik. Ko'rib turganingizdek, hozir bizda 15 mingta gems bor. Bunga hozir biza magazindan narsa sotib olamiz. Bizga berilgan sovg'ani hozir ochib olamiz. Bundan hozir biza 5 ta olamiz. Qani endi Open Pack boshlaymiz. Let's go. Mana bizda 13 ta narsa pak ochadigan jeton bor. Hozir bu yerdan bitta 10 tali ochib olamiz. Bu yerdan bizga Joan Garcia tushdi. Bitta Totti ochadigan jetonimiz bor. Bu yerdan bizga Totti o'yinchisi tushdi. Endi hozir yangi kelgan eventda pakini ochamiz. Bu yerdan biza 5 ta ochsak bo'ladi. Chunki 5 ta ochadigan jetonimiz bor. Hozir birinchisini ochamiz. Negadir ishlamayapti hozir. Qotib qoldi. Bo'ldi, ishladi. Endi bu yerdan sovg'ani olamiz. Endi yangi eventda pakini ochamiz. Birinchisi voy, yurmadi. Bruzon o'yinchi tushdi. Yana yurmadi. Yana Bruzon. Yana yurmadi o'rtoqlar. Yana Bruzon. Yana yurmadi. Bu yerda Totti o'yinchisi. Bu yerda yana yurmayapti o'rtoqlar. 108. Nima bu? Bo'ldi, boshqa qolmadi bu yerda. Endi hozir biza bu yo'nalishdan pak ochamiz. Ko'rganingizdek 5 ta qoldi pul B ga. Bizda hozir 13 ta bor. Omadcha hozircha kelmayapti. Video davomida menimcha omad keladi.
Hoy, hozir Lukaku tushdi. Lekin bizga umuman Lukaku kerak emas. O, yurdi. Kim bu? Voy, Pacho. Bu Brizon Tor. Bu judayam musor. Umuman omad kelmayapti. Bundan yurib ketdi. Kim? Brazil. Voy. Elvi bo'lsa Vinida. Elvi bo'lganda, lekin yomon emas. 115. Bu yangi akkaunt. Hozir ko'ramiz necha over qilarkanmiz bu akkauntda. Yana yurmayapti. Yana yurmadi. Yana bir bor. Yana o'sha Brizon o'yinchi. Chik tushyapti hozir bizga. Voy, Totti o'yinchisi. Yurib ketdi. Argentina. Voy, Simon. Ko'rib turganinglarda Simon tushdi. Juda omad kelmadi. 2 dona qoldi. Voy. Bitta ochishimiz mumkin hozir. Voy. Yurmadi. Open packdan omadimiz kelmadi. Endi extra time ochamiz. Hozir extra time ga kiramiz va extra time pack ochamiz. Bu yerdan bizda o'yinchilar juda ham ko'p. O'shalarni berib yuboramiz. Mana shu 40 minutda hozir yetadi deb o'ylayman. minutda hozir Totti o'yinchisini beraymikan, bermaymikan deyapman. Yo'q, bermayman. Nimagadir bergim kelmayapti. Keyingi videoga olib qo'yamiz bu o'yinchilarni. Endi extra time bo'limiga o'tamiz. Extra time hozir yangilanish bo'lgan bo'lsa kerak. Yangi narsa kelibdi. U nimaligini bilmayman. 4 metali pakka 108, 115 qilishibdi. Bu yaxshi. Totti o'yinchisi. Ko'proq Totti o'yinchisi tushyapti. Yana bir bor Totti o'yinchisi o'rtoqlar. Va bu extra time yaxshi qilishibdi, lekin open packda umuman omad kelmadi. Hozir mana bu narsani olamiz. Brizon 3. Hozir bu yerdan biz bitta narsani olamiz. Aytgancha videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yana Totti o'yinchisini olamiz. Bu yerdan bitta olamiz.
Bu yerdan biza Totti o'yinchisini olamiz. Bu yerdan bitta o'sha narsani oldik. Yana bitta ochsak bo'ladi. Hozir bu 4 mingtali extra time pakidan. Voy, 111 over. Mayli, yomon emas bu pak uchun. Hozir bu yerdan biza odamlarni olamiz. Juda ham ko'p bo'lib ketibdi. Bu bizani o'sha 113 o'yinchimiz. Hozir yana extra time ga kiramiz. Endi yangi kelgan Zozi Scout'ni ko'ramiz. Bu nimaga ochilishini hozir men bilmayman. Menimcha boya olgan narsamizga ochilishi kerak deb o'ylayman. Nimagadir bu ham qotyapti hozir. Ana kirib ketdi. Bu zo'r ketdi. Bu yo'nalish. Bu Zozi Scout zo'r kelibdi. Kam. Kim bor bu yerda? Voy, 113. Buni aylantirib yuboramiz. Bu Totti. Bu yerda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bor. Yana ochamiz. Chunki bu yerdan Cristiano Ronaldo tushsa juda ham zo'r bo'lardi. 114. Iltimos Cristiano yoki Messi. Iltimos. Voy. Holland bo'pti. Mayli, oboramiz. Va mana Holland. Endi bu Holland